Ramazon seni baxtsizlikdan, halovatsizlikdan, ilojsizlikdan qutqaradigan imkoniyatdir. Qorayib, g'aflat uyqusida mudrab yotgan qalbingni uyg'otadigan yoki ozorlangan, og'ringan qalbingga malham topa oladigan imkoniyatdir. Shayton kishanlanadigan yagona oy. Bu oyda u seni gunohlarga chorlay olmaydi. O'zimizni, oilamizni isloh qilish, hayotimizga baraka, saodat olib kirish uchun eng qulay imkoniyatdir. Kun bo'yi ixlos ila tutgan ro'zang, qilgan tavbalaring uchun Alloh seni dunyo baxtsizliklaridan, oxirat azoblaridan omonda qoldirishiga sabab bo'ladigan, sen muhtoj bo'lgan shafoatli oydir. Ramazon shunday go'zal imkoniyatdir. Undan foydalanib qol.